bo'lsin. Inson qadri uchun ochiqchasiga mana yakka suhbat qilib, muammolarni o'rganish kerak, masalalarni hal qilish kerak. Oyligi ko'proq. Bu bolamizni diagnozini qog'ozlari bormi qo'lingizda? Hatto ota-onangiz ham olib borib olasiz. 25 ming davlat tomonidan sizga imtiyoz qilingan. Viloyatda bunaqa shifoxona yo'q. Tarbiyachi yo'nalishida ham o'zimni sinab ko'rmoqchiman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqatli xizmat qilaman.